havas qilib zotli mol oldim. Bittasi baylab boqsang zo'r semiradi degandi. Yana bittasi qo'yib yuborsang zagonda yursa zo'r semiradi deydi. Suvidan desam kamchiligi yo'q. Kran suv ichadi. Yemidan desam muammo yo'q. Kunjara yeyapti. Nimaga unda semirmayapti? Jamshid aka, mana bunaqa qilib yechib boqasizmi yoki bog'lab boqasizmi? Bitta narsaga yopishib olish kerak emas. Ozuqasini zo'r qilib, saqlash sharoitini zo'r qilganingiz bilan parazitiga e'tibor bermasangiz, kutganingizdek natija ola olmaysiz. Parazit masalasi bunga ko'pchilik yaxshi e'tibor bermaydi. Hayvonning mahsuldorligini orqaga tortadigan, berilayotgan yemdan ajragan energiyani organizmga singishini yo'qqa chiqaradigan va foizni kamaytiraveradigan eng asosiy omil bu aslida parazit hisoblanadi. Mana shunaqa qilib hovlingizda boqasiz yoki yaylovga olib chiqsangiz, birinchi navbatda agar vitaminni kompleks qilmasangiz, kutganingizdek natija ola olmaysiz. Va eng asosiysi parazit masalasi. Ayniqsa erta bahordan to kech kuzgacha yuradigan hayvonlarni gijjasidan uzoq muddatga yaxshi va samarali himoya qilish uchun immunoparazitlardan 5-7 kun oralatib 3 marta inyeksiya qilib qo'ysangiz, natijasini albatta ko'rasiz. Tabiiyki, zagonda yurgan mollarni bitta-bitta ushlab, har xil suyuqlik va dorilarni ichirish juda ham qiyin. Agar immunoparazitlarni qildirib qo'yadigan bo'lsangiz, bunday muammodan butunlaycha qutulasiz. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying, chunki bunaqangi foydali videolarni doimiy ravishda chiqarib boramiz va ushbu videoni moliga, gijjasiga nima ukol qilishni bilmaydigan va qiynalib dori ichqizib yurgan do'stlarga jo'natib qo'ysangiz, albatta foydali bo'ladi.